sut bo'lib oqqan. O'sha paytlarga bilasizlar, xaxachilikka ishtima yo'q-ku. Shu sut bo'lib, shu suv ham xalqni qanoatlantirgan, xalqni boqqan shu suv. Menimcha otaxon shu suvni ta'mi, sutni ta'mini bergan. Sutni ta'mini bergan, albatta kuchini bergan. To'yintirganda shu xalqni. Ruhan ko'targan xalqni. Xalq endi shunday narsaga amin bo'lganki, demak, yaxshi kunlar yaqin. Yaqin kunlarga bundan hayotimiz bundan ham farovon bo'ladi, bundan ham yaxshi bo'ladi. Umid bilan xalq yashagan bu yerga. Bu Beshir bulog'i deb ataladi. Hazrati Beshir ota bulog'i deb ataladi. Endi o'sha Beshir otani rivoyatlari bor. Bu kishi yerda makon qilganlaridan keyin o'zi asli bu kishi mana Koyni qishlog'iga tug'ilgan. O'sha yerga bu kishining tug'ilgan qishlog'i o'sha yer. Keyin bu kishi mana Sandiqtosh degan joyimiz bor. Bu kishi o'sha dushmanlari endi hammani ham bo'ladi-ku o'z zamonasiga. O'shalar bilan sherga suruq tuzadi oxirgi bitimga keladi bu kishi. Oxirgi bitimga keladigan birodarlar deydi, men mana shu assamni deydi. Assalni hozir ko'rasiz, jonli assal ham turibdi. Archadan bo'lgan assalari. Sovuq qotgan paytlariga gulxan yoqar ekanlarda, shu gulxanning atrofini boyagi hassan uchidan yig'ar ekanlar. Shu uchun ham hassanning uchi qo'ygan bo'ladi. Ana o'sha boyagilardan bu kishi suluq tuzgan ekan, assamni deydi, asso deydi u kishi. Qayerga otsam o'sha tushsa, o'sha joy shuncha hudud, endi hududni qancha kelishgan bo'lsalar, meni makonim bo'ladi. Sizlarga meni ishim yo'q, sizlar meni ishlaring bo'lmaydi dedi. Boyagi johillar nima deb o'ylaydi? O'zi bu deydi 90 kirobda uchoq bu Hasan otgandan mana sher toshlarda arasa kiradi. Agar suv bo'lmasa, yeyishga bir narsa bo'lsa, sherga o'lib ketadi deydi. U kishi o'sha yerdan otgan hassa hozir mana sherga hozir ham turibdi, shu archamiz ko'karib ketgan Allohning qudrati bilan. U boyagi ular hayron qoldi hammasi. Keyin ular battar uzoqlashadi. Bunga bir gap bor deb. Demak shu yergacha kelib tushadi. Sher keyin bu shu hududda hammasini obod qiladi. Mana bu yerga hozir mazorat bo'lib ketgan, qabriston chiqib ko'rasiz. Bu kishini pistazor bog'lari bu. Bu kishi shu kelib endi qaraydilarki, bu yerga suv yo'q, narsa yo'q. Mana orqada bir soy bor, suv yozga oqmaydi. Qashqadaryo yiroq. Bu kishi keyin xalqqa ichimli suv bo'lsin uchun, ekinlari ichsin uchun endi bu kishi Allohdan so'ragan, panjalar urgan, mana chiqib turgan buloqlar ko'ramiz. Faqat mana shu yer yopilgan. Mana shu hammasi buloq chiqibdi. Hozir qaytib undan chiqyapti. Ana shu Beshir ota bulog'i. Beshpanja bulog'i. Beshpanja bulog'i. Yana buni bitta nimasi borki, buni biz avval ota-bobolar buni hammom chashma deb atardilar. Buni hammomni bilasiz, issiq bo'ladi. Nima uchun hammom chashma? Bu qishga yaxlamaydi. Yozga yaqdak bo'ladi. Qishga iliq bo'ladi. Bu nima hech qanday mubolag'asi yo'q. Kelib qishga qani bir suvdan hamma ichsa. Yana nima kerak bizga? Biz nima beramiz? Davlat beryapti bizga. Yo'limiz asfalt bo'lsa, svitimiz o'chmasa,